gelecek evlatını saklaş, gelecek evlatını terbiyeleş. Terbiyeleyende her bir millet özünün ki pratikisi, aklı içi var hem tarafın hem bilim ve görünmesizliğinde. Şunun için aşıların en hızlı yapımızda. Kazakistan sporda karsak hazır Kazakistan'da sporda yaman çoğun yani yaxşı qarayman. Bizning sport tarafida hech qanday problem yo'q. Bizning Qozog'istonda yugurib bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, hamma yerda o'zini ko'paysa, har qancha поддерживать. Shuning uchun hozir bizning Qozog'istonda sport yaxshi ko'rsatadi, mana biz yangi yilda o'zimizning Qozog'iston yaxshi ko'rgan, yaxshi darajaga yetgan sportchilarni yig'ib tashlagan. Қазақстан вәтінінің байлығы тола, Мәрвай етек дәрияlarda ақуды сула. Barcha xalq qarindosh, har bir ishda biz yandosh. Ko'k bayroqning ostida umrligimiz uyuldosh. Zo'rabek opamizdan tag'i bir Endi Cumhuriyetlik Uyg'ur Etnomadaniyat Merkezi Qozog'iston Yozuvchilar boshqarmasi va shuning yanında qurilgan Saviliya Quyosh adabiyot fondi birlashib o'tirib mana bizdagi yosh talantli qizimiz Roshangul Asimovaning navbatdagi kitobini chiqarib sizlarning oldingizga olib kelyapmiz. Keyingi vaqtda bizdagi shu Uyg'ur adabiyotiga ko'plagan kishilar homiylik qilib yordam qilyotdi. Shularning birisi bugun mana o'sha ish chog'ini uyushtirayotgan Sanan Beshirova, Mizangul Avamisimova. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmatni Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqi boshqarmasining төрағасы Mereke Abdushukur Qo'tqinov nomidan yetkazishni ruxsat qilinglar. Күз yağmurun küttüm şunca sığınıp, yağdı yağmur küz şartiga beqinib, yaxshisigar bo'lmas edi yamanlik, odamlarmi yaxshilikqa ishinib. Deb men shu barliq xalqni, barliq odamlarni faqat yaxshilikqa undayman.